Hayolimdagi uylar bisyor aslida. Shu bilan birga o'ylar ham ko'p. Ba'zi insonlarning qalbida o'zimizga uy qurdik. Ba'zi uylarga sig'madik. Ba'zi uylar juda katta edi. Ichida yolg'iz qoldik. Ba'zi uylar zulmat edi. Orzularimiz barbod bo'ldi. Ba'zi uylardan chiqdik va aslo qaytmadik. Ba'zi uylarga esa hech ham qayta olmadik, chunki boshqa joylarda sarson bo'ldik. Ba'zi insonlarning ichidagi uylarni ta'mirladik va ba'zan ta'mirlagan uylarimizning eshigidan ham kira olmadik. İnsanlarning ichidagi ba'zi uylarni yoqib yubordik. Ichida o'zimiz ham bor edik.